Do'stim, hoziroq bitta alochasidan berib keting, chunki man sizlarga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomat korobka 909 pul, tonirovkaga ruxsati bor, Malibu bar, chexol polik, propan gaz, Cobalt diski. Vay, mazza qilasiz. Kraskasi kapot bilan krloda bor ekan, yana ko'rib tekshirib olasizlar. Nima deyapti? Bitta alovadan beringizlar, chunki sovuq va yomg'ir yog'yapti. Sovuqda sizlar uchun obzor olyapmiz do'stlar. 99 ming masofa bosib o'tgan tablo tuning, magnitofon, Malibu barmi bu endi chexol polik, chexolni ham qimmati ekan, poligida ham qimmati. Ayt yoningdan. Narxini yakson qildik. 7000 kolonkalarni zo'r. 7950 dollar. Bosingizlar nomer telefonlar pastda bo'ladi. Yana savdosi bor. 908 pult. Mashinani ulgurib baraka qo'ysangiz bo'ldi. Ulgurmaganlar Telegram kanaliga o'zib olinglar. Undan zo'r narxlarda xudo xolisa mashinalar qo'yilishda davom etadi.